Uy xarid qilish uchun yillar davomida to'plagan pullaringiz havoga uchishini xohlamasangiz, bu video aynan siz uchun. DSHK shaffof qurilish portali orqali Mening uyim turar joy majmuasida qurilish jarayoni haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Portalga kiramiz, viloyatni kiritamiz va chetdagi ushbu tugmachani bosamiz. Va ekranda 3 xil rangdagi nuqtachalar paydo bo'ladi. Ko'k rangi qurilish davom etayotgan obyektlar. Qizil vaqtincha to'xtatilgan. Qorasi esa qurilishi bekor qilingan obyektlar. Ko'rsangiz bo'ladi, Mening uyim turar joy majmuasi ko'k nuqta bo'lib turibdi. QR pasport tugmasini bosib, qurilish bitishiga qancha vaqt qolganini va qurilishga oid barcha hujjatlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Mening uyim Choshtepa turar joy majmuasi talablarga to'liq javob beradi. Qurilish to'liq hujjatlar asosida olib borilmoqda. Loyiha esa reja bo'yicha amalga oshirilmoqda. Uy xaridi bu katta qaror, shoshilmang. Hujjatlarni tekshiring va ishonch hosil qilganingizdan keyingina uy xarid qiling.